Odamlarda ham dum suyagi bo'ladi. Bu umurtqa pog'onamizning eng pastki qismida joylashgan bo'ladi. 3 ta suyakdan iborat. Agar siz yiqilib o'tirib qoladigan bo'lsangiz, misol uchun zinadan yoki muzda yoki boshqa holatda o'tirib yiqiladigan bo'lsangiz, bu suyak jarohatlanib sinib qolishi mumkin. Agar dum suyagi jarohat oladigan bo'lsa, bemorlar eng avvalo o'tirganda shu dum sohasidagi kuchli sanchuvchi og'riqqa shikoyat qilishadi. Bundan tashqari, dum sohasida noqulaylik hissi, ya'ni orqa peshov sohasida, dum sohalarida noqulaylik hissi, nimadir tiqilgandek hissi, ba'zan og'riqlar, shishlar bilan namoyon bo'ladi. Juda kamdan kam holatlarda qonli ajralmalar kelishi mumkin. Og'riqlar bel sohasiga hamda sonda orqasiga tarqalishi mumkin. Juda ko'p dum suyagi singan bemorlar bu holatda gemoroy kasalligi yoki bel grija kasalligi bog'lashib oladi. Agar sizda ham yuqoridagiga o'xshagan shikoyatlar bo'ladigan bo'lsa, keyingi reyslarni tomosha qilsangiz, dum suyagi singanda tekshirish usullari haqida batafsil yoritib boraman.